Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. İsmail alayhissalom. İsmail alayhissalomning dunyoga kelishi. İbrahim alayhissalom xotini Sara dediga Hojar bilan birga pul-mollarni elib Falastinga keldi. İbrahim alayhissalomning xotini Sara tug'mas edi. İbrahim aleyhisselam farzandga shuncha intizor bo'lsa-mu, lekin Sara erining bu arzu armonlarini amalga oshirishga amalsiz edi. Shunga u bekmi azoblanadi. Shu tufayli u eriga sadoqatmand dedek Hojarni xotinlik elish to'g'risida nasihat qildi va Hojarning farzandlik bo'lishiga, butun oilani bola yuzi ko'rmaslik azobidan qutulishiga tilakdoshlik bildirdi. İbrahim aleyhisselam xotinining bu samimiy nasihatini qabul qildi. Uzunga bormayla Hojar bir o'g'il tug'di. Balaga İsmoil deb ot qo'ydi. Bala aqlliq, zerek cho'ng bo'ldi. İbrahim alayhissalom intayin xushal edi. Lekin Sarada kundashlik paydo bo'ldi. U Hojarning İsmoilni tuqqanligini ko'rgandan keyin azoblanib bearam bo'lib yurdi. U İsmoil bilan Hojarni ko'rgan chaqlarda xafa bo'ladi. Sara kun bo'yi bearam o'tadi. Qaraganda İsmail ve onun anısı Hojar bu yerden kessila, Sara'nın ko'ngli aramıga tushadigan qiladi. Sara İbrahim aleyhisselamga bu arzusini aytdi. O eridan İsmail bilan Hojarni bu yerdan o'z yurtiga olib qo'yishni umid qildi, hamda buningdan keyin ularni ko'rish yoki ularning ovozini anglab qolish tufayli yana ko'ngilsizlik tug'ilib qolishdan xoli bo'lish uchun ularni qancha neri ketkizib olsa shuncha yaxshi bo'ladiganligini bildirdi. İbrahim aleyhisselam goya Allah Teala onu shundoq qilishga undagandek xotinining talabiga ma'qul bo'ldi. U o'g'li İsmoil bilan Hojarni to'ygiga mindirib, Allohning yo'l ko'rsatishi va qo'g'dishi orqasida ular bilan birga yo'lga ravon bo'ldi. U manga uzun yo'l yurgandan keyin bir cho'lga keldi. İbrahim aleyhisselam ana bola ikkalanni giyoh unmaydigan bu taqir cho'lga tashlabdi. Bu çağda Hojar bilan İsmoilda ozg'ina oziq-tulik va suv qolgan bo'lsa-mu, lekin ular Allohga qat'iy ishonadi. İbrahim aleyhisselam İsmoil va uning onasi Hojarni bu qoqas cho'lga tashlab o'tgandan keyin yurtiga qaytib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Hojar İbrahim aleyhisselamning peshiga isilib: "Ey İbrahim, sen nega borasan? Sen bizni odam oyog'i besilmagan bu cho'lga tashlab o'tsan, bizden kim xabar aladi?" dedi. Hojar İbrahim aleyhisselamning o'ziga va baliga bo'lgan nesdashligini qo'zg'ab, uningdan ona bola ikkalanni bu cho'lda ochzor qoldirib qo'ymaslikni umid qildi va İbrahim aleyhisselamga yolvorib: "Sen bizni bu cho'lga tashlab o'tsang, mabodo bo'rilar kelib bizga hujum qilib qolsa, bizni kim qo'g'daydi? Biz pish oftobga qandoq chidaymiz?" dedi. Hojar so'zlab o'tib yig'lab ketdi. Lekin uning aytganlari va to'kkan yoshlari erini o'z niyatidan qaytarolmadi. Aksicha İbrahim aleyhisselam uningga: "Bu Allohning irodasi, mening buningga bo'ysunishim shart" dedi. Hojar buning Allohning irodasi ekanligini bilganida itoatmanlik bilan shukturib gap so'z qilmadi. Oxirda u: "Alloh taolo bizni hargiz tashlab o'tmaydi" dedi. İbrahim aleyhisselam Allohga ishonib, qattiq qayg'u hasrat ichida ona bola ikkalandan ayrildi. Shak shubhisizki İbrahim aleyhisselam shu chaqda odatdan tashqari azoblandi. U qandoqmi azoblanmay tura olsin? U bola talab qilib, bolaga intizor bo'lib yurib, yashanganda aran bir o'g'ilning yuzini ko'rgan edi. Amdilikda bu o'g'ilni odam oyog'i bosmagan bir cho'lga tashlab o'tdi. Buningga u echinmay tura olamdi? İbrahim aleyhisselam ketib yetib yig'laydi. Ammo u payg'ambar bo'lish sifati bilan bu hijron azobiga bardoshlik berish kerak edi. U yolg'iz o'g'ilni cho'lda qo'yib, o'zi uyga qaytib keldi. U ona bola ikkalanga faqat Allohdan panohlik tilaydi. U duo qilib shundoq deydi: "Ya Rab, avlodimning bir qismi bo'lgan balam İsmoil bilan ayolim Hojarni sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodi Makkaga o'rlashtirdim. Ya Rab,
Bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Turlik meyvelarni ularga rizq qilib bergin. Shukr qilib qolsa ajab emas. Sura İbrahim 37-oyat. Zamzam buliqi. Hajar taqdirga bo'ysunib, ko'z oldidagi bu baxtsizlikka bardoshlik berdi. Qo'rsqi ochganda elib kelgan non bilan oziqlandi. Chanqig'anda elib kelgan suvdan 1-2 yutum ichdi. Ko'p o'tmay non bilan suvi tugab ketdi. Ochliq dastidan Hajarning qo'sig'i g'uldirlaydi. Ussizlikdan lavlari yerilib ketdi. U hammaga bardoshlik bergan bo'lsa-mu, lekin o'g'lini emitishga sut, ussizligini qondirishga suv yo'q edi. Bola ochliq va ussizlik dastidan qattiq yig'laydi. Ana ko'ngli buzilib yig'lashdan boshqa amal topolmaydi. U ko'z yoshi va butun jini bilan bolasini ussizlik azobidan qutuldirishni orzu qiladi. Biroq bu faqat amalga oshirg'ili bo'lmaydigan orzu edi xolos. Hajar o'zining kundan kuniga yodab ketayotganligini sezib bakmi azoblandi. U bir iloj qilib bu qiyin sharoitdan qutulib, chiqish yo'li topmoqchi bo'ldi-da, bolasini yerda qo'yib, o'zi suv izlashga boshladi. U ketib berib bolasining yig'lagan ovozini anglaganida, yuragi pichoq bilan tilgandek azoblandi. U bolaga bir temim suv va ozuqliq izlab Safa teg'idagi har bir toshni oqtirib hech narsa topolmay azoblangan holda bolasining yeniga qaytib keldi. Birdilla uning ko'ziga Marva teg'i tarafda sarab ko'rindi. U shu yerda cho'qim suv bor bo'lsa kerak deb o'ylab, shu tarafga qarab yugurdi. Lekin u yerda uningga hech narsa uchirmadi. U yanala noiloj qaytib keldi. U shu tariqada Safa bilan Marva o'ttirisida yugurib yuradi. Balaning yig'izorisidan uning yuragi yerilib ketgandek bo'lib ketdi. Bola puti bilan yerga tipchaklaydi. To'li yig'lagan balaning geli qurib ovozi putdi. Ochliqdan holsizlanib, bir tinig'ili qoldi. Ona nafsi uzilish oldida turgan jonijon bolasiga qarab turadi. Qutuldirishga qilchimi amal qilolmaydi. Ona balaning bu holini ko'rgan har qanday tosh yurak odammi ularga ich og'irtadi. Shu asnoda tuyuqsiz balaning tapini ostidan bulduqlab suv chiqishga boshladi-da, tosh shekilli orliqidan suzuk buloq suvi eqib o'tdi. Allohning ona bola ikkaylanga qilgan marhamati va g'amxo'rligini ko'rgan ona lassida o'ltirib qoldi. Peshonasidan monchoqdek ter tapchib chiqdi. Orqadan u hech nimaga qaramay, o'g'lining qishig'i yugurib kelib, balaga darhol suv ichkizdi. Bala asta-asta ruhlandi. Ana balani ko'rib bag'riga besib allay etdi. Shu an uning ko'zidan bulduqlab yosh oqdi-da, uning harg'anligi va g'am qayg'usi mushu issiq yosh bilan chiqib ketgandek bo'ldi. Balaning hayoti xavfdan qutuldi. Ona faqat mushu chaqda ondan suv ichishga boshladi. U qong'idek suv ichib, asta-asta o'ziga keldi. Necha kundan beri uning beshini qoplab turgan qora bulut endi ko'tarilib ketdi. Bularning hammasi Allohning marhamati va ihsonidan bo'ldi. Bu Zamzam bulog'i edi. Bu buloqning suvi shu chaqdan tortib ta hozirgacha to'xtamay eqib turmoqda. Haji qilgan hojilar har yili bu buloqning yeniga kelishib, o'zlari to'yg'idek ichishgandan keyin yana urug' tuqqanlarga og'ash ketishidi. Bu yerda buloq hosil bo'lg'achqa, uchar qanotlar bu yerga kelib, buloq ustida parvoz qilishadi. Shu chaqda Jurhum qabilasidagilar bu yerdan o'tib ketib etib, uchar qushlarning hadab bu yerga tushayotganligini ko'rib, bu yerda suv borligini his qilishdi. Chunki ular qushlar tushgan yerda cho'qim suv bo'ladiganligini biladi. Shunga ular bu yerdagi ahvolning qandoqligini bilib kelishga bir necha kishini evatdi. Bu odamlar kelib bu yerda suv borligini bilgandan keyin darrov qaytib kishilarga xush xabar yetkazdi. Kishilar buningdan xabar tepib, bara-bara bu yerga kelib o'ltiraqlashdi. Hajar buningdan bakmi xushal bo'ldi. Bu odamlarning o'ziga qo'shni bo'lishini mo yaxshi ko'radi. U Allohning bu odamlarni ona bola ishkaylarning yeniga keltirganligiga rahmat etdi. İsmail alayhissalom va Qurbon hayit. İbrahim alayhissalom o'z o'g'lini unutib qolmadi. U o'g'lining ahvoliga nihoyat ko'ngil biladi hamda bu yerga doim kelib o'g'lini yo'qlab turadi.
İsmoil bara-bara cho'ng bo'lib, mustaqil turmush kechira oladigan va emgak qila oladigan bo'ldi. Bir kechasi İbrahim alayhissalom tush ko'rdi. Ko'rgan tushida Alloh taolo uningga o'g'lini o'ldirib, qurbonlik qilishni buyurdi. Payg'ambarlarning tushidagi ishlarning hammasi rost edi. Tushida ko'rganlari cho'qim amalga oshadi. O'nig'anga yo'nig'andek imtihon ustiga imtihon kelmoqda edi. İbrahim alayhissalom umrining to'lisini jafo mushaqqat ichida o'tkazib, yashangan chog'da aran bir o'g'il ko'rganligiga nihoyat xushal edi. Lekin keyingi chog'larda u o'g'lini onasi bilan birga odam qadimi besilmagan bir qoqos cho'lga tashlab etishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo bularni o'z panohida saqlab, o'lim yetimdan qutuldirdi. Endi o'g'li cho'ng bo'lib yetishib kelib-edi, uni qurbonlik qilishga to'g'ri keldi. İsmoil uning birdan bir o'g'li edi. Endi uningga o'g'lini o'z qo'li bilan o'ldirib qurbonlik qilishga to'g'ri keldi. Bu nima degan azoblanarli ish-a? Bundaq azobga yurgi toshdan bitgan odam chidab turolmaydi. Payg'ambar degan baribir payg'ambarda. İbrahim alayhissalom o'zining Allohga bo'lgan qat'iy itoati bilan bu azobni tortishni ravo ko'rib, Allohning irodasiga bo'ysunish qaroriga keldi-da, o'g'lining yeniga berib: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab tushyaptiman. O'ylab boqana, sening qanday fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Alloh xolisa meni sabr qiluvchi topsan", dedi. Sura Saffat 102-oyat. Otaga hurmat qilish oliyjanoblik, Allohning irodasiga bo'ysunish, Allohning o'rinlashtirishiga itoat qilish bo'lsa, texmo oliyjanoblik. Dadasining azobini yengillatish, dadasiga Allohning amrini texmo o'ngishli ijro qilish imkoniyatini yaratib berish uchun İsmoil dadasiga bundoq dedi: "Dada, jon achchig'imda put tepib to'lg'inib ketmasligim uchun meni mahkam bog'lang. Kiyimlarimni soldirib eting. Bo'lmasa qon chachrab ketadi. Buni onam ko'rib qolsa ko'ngli buziladi. Pichog'ingizni bilab ittiklatib, kekirtigimga to'g'rilab bir pichoq bilan o'ltiring. Shunda qilsangiz, ko'p azoblanmasligim mumkin. Mendan onamga salom etib qo'ying. Navoda xolisangiz, kiyim-kechaklarimni onamga olib bering. Bu mening onamga qoldirgan xotiram bo'lib qolsin. Onam meni seg'ing'inida kiyimlarimni ko'rib ko'ngli tasalli topa, ham kiyimlarimda mening hidimni purar." "Ey jinim o'g'lim", dedi İbrahim alayhissalom. "Sen Allohning amrini o'rindishimga yordam bera olasan, bakmi yaxshi qilgan bo'lasan." İbrahim alayhissalom so'zlab o'tib o'g'lini bag'riga besib, yuz ko'zlarini to'xtamay so'yib ketdi. Ota-bola ikkalan beshini beshiga yiqishib qattiq yig'izor qilishdi. İbrahim alayhissalom o'g'lining ikki qo'lini bog'lab yerga yotqizdi-da, qo'liga pichoq oldi. U o'g'liga qarab ko'zidan yomg'irdak yosh to'kib, urib ketdi. Orqadan pichoqni o'g'lining kekirtigiga to'g'rilab bir urib edi, pichoq o'tmay to'xtab qoldi. Chunki Alloh taolo pichoqning bisini kayniga qo'yib etgan edi. "Ey dada", dedi o'g'li, "yuzimni dum qiling, bo'lmasa yuzimni ko'rib ich og'irtisiz-da, Allohning amr farmonini ijro qilishingizga daxli yetadi." Dadasi o'g'lining digini bo'yicha qoldi. Ondan pichoqni elib İsmoilning bo'g'iziga to'g'rilab yana urdi. Lekin pichoq yanada o'tmadi. İbrahim alayhissalom tamtirab qilib, Allohga qanday qilish to'g'risida murojaat qildi. Alloh taolo uningga: "Ey İbrahim, sen tushingda buyurilganni baja keltirding. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz", dedi. Sura Saffat 104-105-oyat. Ota-bola ikkalan qutulib qoldi. Ular Allohga tashakkur etdi. Shuningdan keyin ularning Allohga bo'lgan ishonchi teg'imi qat'iylashdi. Alloh taolo İsmoilning badaliga qurbonlik qilish uchun jannatdan bir qo'shqar chiqardi. Ota-bola ikkalan yenida bir qo'shqar turganligini ko'rdi. İbrahim alayhissalom boya ishlatgan pichoqni qo'shqarning bo'yniga to'g'rilab urib edi. Pichoq kesdi. Qo'shqarning jini shu an chiqdi. Yer qoniga bo'yaldi. Bu qo'shqar İsmoilning badaliga o'ltirildi. Shuningdan tortib, barliq musulmonlar bu voqeani xotirlab, Allohga o'zlarining tashakkurini bildirish uchun
har yili shu kunda qurbonlik qiladigan bo'ldi. Qurbon hitining kelib chiqishi mana shundoq. İsmail alayhissalom va Jurhum qavmidagilar. Uchar qushlarning top-top bo'lishib Zamzam buluqi ustida agib parvoz qilishi hech nima unmaydigan bu qoqos cho'lga hayotlik baxsh etdi. Makkaning atrofida o'ltirishliq Jurhum qabilasidagilar uchar qushlarning bu yerda agib yurganligini ko'rib hayron qilishdi. Ular uchar qushlar faqat odam bor joyga tushidi deb o'ylab, ahvolni ko'rib kelishga bir necha odam evatdi. Kelgan odamlar bu yerdagi suvni ko'rib darhol qaytib berib, bu xush xabarni Jurhum qavmidagilarga yetkazdi. Shuning bilan Jurhum qavmidagilar orqa-orqadan Zamzam buluqi yeniga kelishdi. Ular İsmail bilan onasining buloq bo'yida turishlik ekanligini ko'rib, buloq suyini birga ishlatish uchun Hojarga qo'shni bo'lishni iltimos qildi. Hojar ularning talabini qabul qildi. Lekin ularga faqat mehmon sifatida sohibxona bilan birga buloq suyidan teng foydalanishni hamda uni zo'rlik bilan egallab olishga bo'lmaydiganligini eskartdi. Jurhum qavmidagilar buni qabul qiladiganligini bildirishdi. Shuningdan e'tiboran ular buloq yeniga orqa-orqadan ko'chib kelib, nurg'un uy-joy soldi. İsmail cho'ng bo'ldi. U o'zining tambal, sog'lom, ishti keskin, tadbirlik bo'lganligi bilan qavm ichida dong chiqadi. Keyin u Jurhum qavmidagi bir qizga uylandi. Bara-bara ularning tilini o'rganib olib, butunlay ularning bir a'zosiga aylandi. U kishilar bilan yaqin inoq o'tadi. Ular bilan birga baxtli yashaydi. Biroq yillar vafo qilmadi. Uning onasi baxtga qarshi vafot bo'ldi. Bu hol İsmailni cheksiz azobladi. İbrahim alayhissalom burunqidaklar bu yerga kelib o'g'lini yo'qlab turadi. Bir qatim u Makkaga kelib o'g'li İsmailning oilasiga kirdi. Uyida o'g'li yo'q edi. Faqat kelinila turadi. İbrahim alayhissalom kelinidan o'g'lining yaqindan buyanqi ahvolini so'radi. Kelini İbrahim alayhissalomga İsmailning sirtqa chiqib ketganligini aytdi. Orqadan o dard to'kib, turmushining qiyinchiligidan, qo'lining qisqaligidan zarlandi. İbrahim alayhissalom buni anglab nihoyat xafa bo'ldi va bundaq ayolning o'z o'g'liga xotin bo'lishga munosib emasligini his qildi. Bu ayol birinchidan Allohning o'rinlashtirishiga shukr qilmagan, ikkinchidan eridan og'irgan edi. Bundaq ayol eri bilan uzun muddat birga bo'lolmaydi. İbrahim alayhissalom ketadigan chaqda kelinidan o'g'liga salom etdi va uningga: "O'g'lim ishigining bosog'isini yangishlayotsin, aytib qo'ying" dedi. İbrahim alayhissalomning bu gapining ma'nosi o'g'liga bu xotinni qo'yib etib, uningdan yaxshiroq xotin ol deganlik edi. Bir necha kundan keyin İsmail oilasiga qaytib keldi. O oldin bir nima sezgandek xotinidan: "Uyga biroz keldimi?" deb so'radi. "Ha, bir buvay kelib ketdi. Buvay sizning ahvolingizni so'radi. O'zayidan o sizga nihoyat ko'ngil bo'ladiganday qiladi. Men texa uningga turmushdagi qiyinchiliklarimizni aytdim" deb javob berdi xotini. İsmail xotinidan: "Buvay sana bir nimalarni topiladimi?" deb so'radi. "Ha" deb javob berdi xotini. Salom etdi. Yana sizga ishigimizning bosog'isini yangishlayib etishingizni topiladi. İsmail xotiniga: "Bu buvay mening dadam. Uning menga topiligini, menga seni qo'yvat deganligi" dedi-da, gapni tugitib qilchi tartishmasdan xotinni qo'yitib ketib qoldi. Oradan ko'p o'tmay İbrahim alayhissalom o'g'lini yana yo'qlab keldi. U o'g'lining yangi uyini o'qishgandan keyin darhol o'g'lining uyiga keldi. U bu qitimmi o'g'li bilan ko'rishamadi. Lekin o'g'lining yangi og'in xotini bilan ko'rishdi. U kelindan o'g'li İsmailning nega ketganligini so'radi. Kelini erining tirikchilik qilib ketganligini aytdi. İbrahim alayhissalom yangi kelinidan turmush ahvolini so'radi. Yangi kelin buvayga turmushda nihoyat yaxshi turayotganligini aytdi hamda erini bir qurmoqtab berdi. İbrahim alayhissalom buni anglab intayin xursand bo'ldi. İbrahim alayhissalom kelinining gap so'zlaridan uning boyoqqa shukr qanoat qiladigan yavash ayol ekanligini bildi. U ketadigan chaqda kelinidan o'g'liga salom etdi hamda uningga:
O'g'li kelganda eshikning bo'sog'isini obdan saqlasin deb aytib qo'yishni tapilab ketib qoldi. Shu kuni oqshimi Ismoil qaytib kelgandan keyin er-xotin ikkilan paranglashdi. Xotini uningga dedi: "Bugun bu yerga farishta sifat bir buvay kelib sizning ahvolingizni surishtirdi. Buvay ketadigan chaqda mendan salom etang, u eshikning bo'sog'isini obdan saqlasin deb tapiladi." Ismoil xotiniga: "O mening dadam bo'ladi. Onun manga taplaganlari meni sen bilan yaxshi o'ssin, menga ayrilmasin degan bo'ladi" dedi. Shunda qilib Ismoil ikkinchi xotini bilan ta qeyrib chochlari oqarg'icha birga o'tib, ko'p farzandlik bo'ldi. Kabening bino qilinishi. İbrahim alayhissalom bir mezgil o'tgandan keyin o'g'li Ismoilni yo'qlab keldi. U bu qitim o'g'ilni odatdagicha yo'qlash uchun emas, balki muhim bir ish uchun kelgan edi. U bu navbat amr farmon bo'yicha Ka'ba bino qilishga kelgan edi. U Allohning amrini olgandan keyin qilchi ishkillanmayla Hijaz rayoniga kelib o'g'lini izladi. Lekin o'g'li o'tganda turishliq yangi uyda yo'q edi. İbrahim alayhissalom Suba joylarning hammasini, har bir qabila va chidirlarni izlab chiqib, oxir o'g'lini Zamzam buluqining yenidan topdi. O'g'li bu yerda yo o'qi yasayotdi. İsmoil dadisining kelganligini ko'rib, qo'lidagi ishni darrov tashlab dadisining oldiga yugurdi. Ota-bola ikkilan ko'rishgandan keyin intayin xushal bo'lishib, bir-biri bilan mahkam quchoqlashib, hol-ahvol so'rashdi. Ondan bir yerda o'ltirib paranglashishga boshladi. Ota-bola ikkilan uzoq so'zlashib xushallikqa cho'mdi. İbrahim alayhissalom o'g'liga: "Balam, Alloh taolo meni mushu egizlikda bir joy bino qilishga buyurdi" dedi. İsmoil dadisiga bakmi itoatman edi. U dadisining so'zini anglab darhol ma'qul bo'lib, dadisi bilan birga joy bino qilmoqchi bo'ldi. Ota-bola ikkilan to'lib toshgan ishonchi bilan joy bino qilishga yer tayyorladi. Allohning quvvat berishi ularning irodasi bilan ishonchisini oshirdi. Shuning bilan ular bir niyatda hamkorlashib, yerni o'yib ul hozirladi. Ular Allohga iltijo qilib mundoq dedi: "Ey Rabbimiz, bizning ishimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan hammani anglab turg'uvchisan, hammani bilib turg'uvchisan. Ey Rabbimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga haj qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani to'liq qabul qilguvchisan, nihoyat mehribonsan." Sura Baqara 127-128 oyat. Orqadilla ota-bola ikkilan ishga kirishib ketdi. İsmoil tosh to'shib berdi. İbrahim alayhissalom o'z qo'li bilan ul bosdi. Ko'p o'tmayla Ka'baning uli bitdi. Shubhisizki, bir xil g'oyibona kuch ularga yordam beryotdi. Bo'lmasa, ikki odam bu ig'ir vazifani qandoqmi ustiga ola olsin? Tam bara-bara egizlamoqda va uzarmoqda edi. İbrahim alayhissalomning yerda turib tamg'i tosh qo'yishga bo'yi yetmadi. Shunga u o'g'liga: "Balam, tamni davomli egiziltishimga oson bo'lsin uchun putimning ostiga toshdan birini akib qo'yib bergin" dedi. İsmoil tosh izlashga ketdi. U xeyli uzun izlab yurib, bir cho'ng qora toshni tepib, dadisining puti ostiga qo'yib berdi. İbrahim alayhissalom qora toshning ustiga dastlab ishni davomlashtirdi. Ota-bola ikkilan shu tariqada ishlab, oxiri Ka'bani bino qilib chiqdi. Shuningdan beri Ka'ba musulmonlarning har yili bir qitim jam bo'ladigan yeri bo'lib qoldi. Kishilar u yerga to'planib, İbrahim alayhissalomning "Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin, turli mevalarni ularga rizq qilib bergin, shukr qilib qolsa ajab emas" degan murojaatiga hamdam bo'lib kelmoqda. Sura İbrahim 37-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.